50-60% yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi tomonga? Yaxshi tomon, plus tomoniga o'zgardi. Bilakka, tirsakka, oyoq netlarimizga qon borishimiz kech qolyapti. Boshlig'i, yaxshi bo'lyapsizmi? Salom, rahmat. Boshlig'imiz Toshloq tumanidan kelgan bemorimiz asosiy shikoyatlari kelgandagi yelka bo'g'imlarida og'riq, harakatda cheklanish, Albatta. narsa ushaganda harakatimizda cheklanishga bilan kelganmiz, to'g'rimi? Bo'ynim ham burilmas edi-da. Endi hozirgi holatda boshlig'i bilan kelganda shikoyatlar bilan hozirgi holatda shikoyatlaringiz qanday bo'lyapti? Necha maqsadingiz, ma'lumot bersangiz? Men o'zi Toshloq tumanidan kelganman. O'zimizni Toshloqda Xonali qishlog'idan. Yoshim 75 yoshda. Bu farzandlarim shu 45 kundan boshiga bo'ynim bilan yelkam, qo'lim og'rirdi, o'ng qo'lim. Burilolmas edim-da, doktor. Shunday qilib. Hech ham og'rirdi, kechasi uxlolmas edim. Doktor, o farzandlarim shunda-da o'sha yerga olib boraylik, yangi ochilibdi, Ixlos, yangi больница. Hamma narsasi yaxshi ekan. Kardiolog bor ekan, neyropatolog, diagnostik hamma yo'q uyushgan ekan o'sha yerda dedi. Bundan men yurdim, iloji yo'q. Dushanba kuni o'tgan. 5-kuni, 15-iyun kuni abitdan olib kelishdi meni. Kirgan ekan, assalomu alaykum deb ko'rishib, doktorning qabuliga kirdim. Ibrohimjonni Oxunovda. Oxunovga aytdim, men shunaqa dedim. Aytdim, Oxunov aytdilarki, davolaymiz sizni dedilar. O'sha kundan boshlab darrov yotqizishdi, olib qolaman dedilar. Men qolmayman dedim. Olib qolaman dedilar. Rahmat bu kishiga. Olib qoldilar, darrov lekin hamshiralarga aytdilar. Aytdi, aptekalari bor ekan, dorilar olib chiqib, do'konlarda, sistemalarda ular boshlashdi. Kelgandagi shikoyatlardan ko'ra hozirgi shikoyatlaringiz yaxshilanchi? O'shandan keyin ertasiga yana massaj oldim, banka oldim, elektroforez. Hammasini olib, o'zlari qizlar, hamshiralar chaqirib ketishdi. Xonadan 103-xonadan kirib oldi, hamma yo'q bepul olishdi. Hozir Xudoga shukr. O'sha kundan shu bugunga masalan 4 kun o'tgan bo'lsa, bugun 5-kun, 4-kun ketyapti. 50-60% yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi tomonga? Yaxshi tomon, plus tomoniga o'zgardi. Boshlig'im kelganda hozirgacha diagnoz qilib, aniq bo'lganimizda yelka chiganimizda, mana qo'limizda asosiy yelka chiganimizdan nervlarimiz chiqqanda tarmoqlangan. 3 ta tarmoqqa bo'linganda radialis, yelka suyagi, bilak suyagi va tirsak suyagi. Asosiy boshlig'imizga tekshiruvlar davomida ko'rsatamiz. Elektroneylamagrafiya tekshiruvidan keyingi holatda asosan medianus nervimizda karpal tunnel sindromi diagnoz qo'yildi. Asosiy diagnoz boshlig'i shu. Mana bu yelka ichkaridan chiqgan nervlarimizning qisilishini hisobiga shu yerdagi normadagi qon aylanishi buzilyapti. Normadagi qon tomirlari qisilish hisobiga pastki tarmoqqa, ya'ni bilakka, tirsakka, oyoq nervlarimizga qon borishimiz kech qolyapti. Shuning uchun harakatda muammo, qo'limizni kuyolishda muammo chiqyapti. Buni asosiy diagnoz qo'yishimizdan qolsa elektroneylamagrafiya o'tkazib, shu diagnozimizni asos oldik. Endi bundan keyingi holatga asosiy buni sabablari o'zi shamollash, noto'g'ri qas harakatlarimiz, travmadan keyingi holatlar sabab bo'ladi. Asosiy sizdagi muammo yelka chigaridan chiquvchi nervlarimizning qisilishini hisobiga normadagi qon aylanishini pastki tarmoqqa, barmoqlarimizga borishini kech qolishi. Ya'ni karpal tunnel sindromi deyiladi buni. Asosiy shikoyatlarimiz shu og'riqqa, harakatda muammoga, bukib yozishda cheklanishi bo'ladi. Eng asosiysi bundan buyog'i yoshlar rejam. Uyga borgan holatda ham bu narsa o'zi kechagi narsa emas. 70 kundan buyon davomli kasallikni biz 10 kun davomida 100% yo'qotmay olmaymiz. Rejimda olib boramiz. Hop. Achchiq sho'r, og'ir yuklar, qolsa og'ir narsalar bilan cheklansak, kasalimiz oldin yurishi yana tezlashadi. Eng muhimi kasalimiz bundan buyog'iga kuchayishini oldini olsa ham bizni eng katta yutug'imiz. Aslida, mana yosh katta bo'lgan sari bo'g'imlar ichida tuz yig'iladi, kalsiy kamayadi, bo'g'imlar orasi ishqalanish hisobiga yemirilish kuchayadi. O'sha narsalarni oldini olmasak, keyinchalik eng muhimi kimyoviy qaram bo'lishdan oldin olamiz.